Assalomu alaykum. Bugun biza Bekist akam bilan Akmal akam bilan podkast davomimiz. Bekist aka tanishtirasizmi mehmonimiz bilan? Akmal Paziyev. Mani yaqin og'aynilarimdan hisoblayman. Unaqa hisoblamasa kerak-ku. Akmal Paziyev menimcha O'zbekistonda hamma tanisa kerak. Akmal Paziyev proyektlardan bu Express 24, MyTaxi, Impact, Workly yana ko'p proyektligi bor. Menimcha O'zbekistonda eng katta IT biznesmenlardan bo'lsa kerak. Men iltimos qildim Akmal bizani podkastga qo'shilib ozgina savollarga javob bera olasizmi deb. Akmal rozi bo'ldilar. Akmal xush kelibsiz. Rahmat katta taklif uchun. Akmal podkastda hozir galma-galdan savol beramiz-da. Agar nimadir ham yoqmasa sizga, siz bemalol mundoq qilsangiz, o'shani o'chirib tashlaymiz. Bo'ptimi? Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, podkastimiz nihoyasiga yetdi. Hamma narsani o'chirib tashladik. Birinchi savollardan. Akmal, siz ko'p proyektlaringiz bor-da. Qisqacha shu proyektlar to'g'risida gapirib bera olasizmi? Qanaqa proyektlarda hozir ishtirok etyapsiz? Nima qilyapsiz? Endi menimcha o'sha kompaniyalarimizdan tashkil qilingan o'zi vaqti bor. O'sha xronologiya bo'yicha aytadigan bo'lsam, birinchi Workly to'g'risida gapirsak bo'ladi. Workly bu bizneslar uchun ishchilarni vaqtini nazorat qilish tizimlari. Bu masalan bitta katta klientlarimizdan biri Korzinkani xodimlari har kuni ish vaqtini va oyliklarini avtomat masalan bizning platforma hisoblaydi. Yoki bo'lmasam Rossiyada mashhur Azbuka Vkusa masalan juda katta supermarket tarmog'i masalan xodimlarini masalan vaqtini Worklyda hisoblaydi. Yoki bo'lmasam boshqa fast food restoranlar, bu 300 ga yaqin kompaniyalar o'zini o'sha xodimlarini vaqtini va oyliklarini bizning platformada hisoblaydi. Bu ishni osonlashtiradi, ya'ni grafiklar tuzish, ishlarni kontrol qilish. Mana hozir Impactda bo'ldingiz. Impactda masalan xonalariga dostуп bilan, ya'ni kaltsiz yuz bo'yicha tanish Workly'ni anaqa texnologiyasi masalan. Shu keng kompaniyamiz bu o'sha yili bo'yicha 15-yilda tashkil qilingan. 2015-yilda bu MyTaxi bu taksi buyurtma qilish ilovasi. Biza shu bozorda birinchilardan shu xizmat ishga tushirganmiz. Hozir eng katta korporativ o'yinchimiz bozorda. Undan keyin 2017-yilda Express 24 ishga tushirdik. Express 24 bu ovqat buyurtma qilish ilovasi. Ya'ni biz Toshkentda va ya'ni 5 ta shaharda, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan, Andijonda ovqat yetkazamiz. Hozir faqat ovqat emas, masalan Korzinkadan ham bozor qilib beramiz yoki bo'lmasam boshqa do'konlardan bozor qilib beramiz va 200 ga yaqin do'konlardan har xil narsalar yetkazamiz. Masalan kuchuk mushuklarga ovqatlar zakaz qilishadi yoki bo'lmasam Zo magazinlar bor. Kamila Farm Express 24 da sotiladi. O'zini reklama qilmasa bo'lmaydi. Qo'shib qo'yish kerak. Keyin har xil masalan shokoladlar, tug'ilgan kunlarga misol uchun masalan Xiaomi aksessuarlarini yoki bo'lmasam har xil Texnikalarni ham. Texnika ham bor. Har xil narsalar bor. 200 ta do'kon, bu tekstil ham bor masalan, shunaqa narsalarni biz endi platformamizda shu yetkazib beramizda klient shu zakaz qilsa. Bu endi shu keyin Express 24 dan keyingi loyihamiz bu Impact bo'lgan. Impact bu Impact Technology Hub, ya'ni biz hub deb nomlanamiz. Bizda shu yerda coworking bor. Hozir shu yerda o'tiramiz va Impact o'tiramiz. Keyin event zonamiz bor. Ko'p tadbirlar bo'ladi. Masalan, o'tgan yili bizdan shu tadbirlar zalimizda 300 dan ortiq tadbir bo'ldi bir yilda. Почти har kuni. Chunki bir xil kunlar masalan 4 ta event bo'ladi. Shunaqa. Bizda bitta emas, event zal, hozir 3 ta event zal. Shuning uchun parallel ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari biz bu yerda shu texnologik kompaniyalarni rivojlantirishga yordam berishga harakat qilamiz. Startup maktabi degan loyihamiz bor. Startuplarga yordam beramiz. Keyin ayrim startuplarga investitsiya qilamiz. O'zbekistondan bu startuplar yoki qayerdan qilishadi? Endi agar yordam berishimiz to'g'risida aytsak, misol uchun startup maktabining o'quvchilari faqat O'zbekistonda emas, balki O'zbekiston va Yevropada ham bor. Investitsiyalarimiz to'g'risida masalan asosan O'zbekistonda, lekin bitta AQShda startupga investitsiya qilamiz. Faqat AQShda startup bu O'zbekistonlik asoschi bor. Shuning uchun biz ularga investitsiya qilamiz. Ya'ni qanaqadir ham startaplar bo'lsa, sizlarning yoningizga kelishi mumkin-da. Endi
nafaqat bizning yonimizga kelishi mumkin, bizning yonimizga kelishdan anaqa yo'q. Lekin bizda ko'p tadbirlar o'tadi. Masalan, IT ga tegishli juda ko'p tadbirlar va bepul tadbirlar o'tadi. Bu bepul tadbirlarda masalan har xil uchrashuvlar o'tadi. Va u tadbirlarda odamlar kelib bir-biri bilan tanishadi. Ya'ni networking deydi, bir-biri bilan tanishadi yoki bo'lmasam yangi bilimlar o'rganadi. Masalan, o'tirib mana bizda bitta startap qanaqa paydo bo'lgan, shu coworking zonada, ochiq zonada o'tirib, ishlab tanishib, ikkita odam keyin networking qilib ofis qilib masalan va ular hozir masalan yaqinda tashkil qilishdi kompaniyani $400,000 bahoda investitsiya ko'tarishdi. yosh bolalarmi? Yosh bolalar masalan. Ya'ni shunaqa anaqalar, baxtli hodisalar bo'lib turadi. Hozir men coworking bor. Sizlarda hozir akselerator to'g'risida o'ylamayotdinglarmi? Yo'q shekilli. Bizda akselerator yo'q, chunki akselerator qilish bu yetarlicha qiyin anaqa va yetarlicha material yo'q. Ya'ni yetarlicha komandalar yo'q. Akselerator qilishga masalan bitta mutaxassis qilishingiz mumkin-da va ikkinchisiga komand topa olmaysiz. Masalan, bu muammo bizda emas. Hozir plug and play bor bizda, O'zbekistonga kirgan. Plug and playda ham shu muammo. Yaxshi anaqa keyingi batch deydi, ya'ni o'sha anaqaga, gruppaga yaxshi komandalar topish olmaydi. Komandalar kam, yaxshi founderlar kam, ya'ni startaplar, sifatli startaplar kam. Shuning uchun topish qiyin. Shuning uchun biza unaqangi bir nima deydi, batch yo cohort qilmaymiz-da. Biza bitta odamlar, masalan, yaxshi odamlar bo'lsa, ya'ni yaxshi asoschilar bo'lsa, o'shalar bilan ishlab, shularga yordam berishga harakat qilamiz. Tushunarli. To есть o'zinglar tanlaysizlar, kimdir ham o'shanga keyin o'zinglarning opitinglar bilan o'zinglar qanaqadir mana yordam berishdan oldin siz ular bilan yaxshi tanishishingiz kerak. Masalan, uzoq gaplashishingiz kerak, bilishingiz kerak. Masalan, bizda bu yerda endi ofislar bor, masalan, bir 50 ga yaqin kompaniyalar o'tirishadi. Har xil kompaniyalar. U kompaniyalarda nima ish qilyapti, kim bilishga harakat qilamiz. Keyin due diligence masalan biz oylab gaplashishimiz mumkin. Bir xillar bilan 1 yildan ortiq gaplashamiz-da, keyin qiziq bo'lsa. Akmal men bilan ham xuddi shunaqa qilganda, gaplashgan, keyin borib kofe ichganmiz. Shu keyingi mana Impact to'g'risida aytib berdingiz, Workly to'g'risida aytib berdingiz, Express 24, My Taxi, men bilaman siz boshqa proyektlarni ham qaraysiz. Hozir bormi qanaqadir yangi proyektlar siz ishtirok etadigan? Yo'q, asosan shu loyihalar, chunki bu loyihalar yetarlicha bir anaqa ko'p vaqt oladi. Endi ayrim masalan Impact ko'p vaqt olmasligi mumkin, chunki o'zining komandasi bor, lekin My Taxi ham uncha ko'p vaqt olmasligi mumkin o'zining komandasi. Masalan, Express banda ko'p vaqt oladi. U yoqda siz imенно SEO boshqaruvdasiz. Lekin qolgan bizneslarda ham o'zingizni, qanaqadir ham yig'ininglar bo'ladi. Albatta. Tushunarli. Men siz bilan bu to'g'risida gaplashgan edik. Bizani bitta og'ayimiz bor, Otabek, o'sha bilan yig'ilganmiz edi. Birinchi biznes boshlaganingizni so'ramoqchi edik. Qanaqa boshlaganingiz? Shuni aytib bering. 2 yoshmi deysiz, 3 yoshmi deysiz? Qachon? Hazillashyapman. Da, shunaqa hazil qilganingizni aytib bering. Shu birinchi marta biznes boshlash, chunki Akmal o'zi yoshligidan tadbirkorligi, men uchun katta moyilligi bo'lgan. Hozir aytib bersa, ko'rsak bo'ladi. Shu hikoyani aytib bering, qanaqa bo'lganligini. Endi bizda endi tadbirkorlikda bo'ladimi, deb bo'lmaydimi? Masalan, men 91-yil 1-sinfga borganman-da. Bu degani Sovet ittifoqi qulagan endi vaqtda biz 1-sinfga borganda Sovet gimnini aytganmiz. Chunki hali o'zbek gimni yo'q edi. Mana O'zbekistonning yangi gimni yo'q edi. Shu yangi bayroq hali hech narsa qabul qilinmagan. Biz Leninga hurmat keltirganmiz-da, o'sha va uni tizimiga masalan o'sha vaqtda. 91-yil 1-sentyabr endi o'sha mustaqillik e'lon qilindi, lekin hali maktab tizimi, o'qituvchilar nima qilishni bilmaydi. Keyin quladi, masalan, odamlar ham, onamlar ham mana olim odamlar va ular ilmiy institutda ishlashgan. Undan keyin bir o'sha davlat tashkilotida ishlaydigan odamlarda ancha qiyinchilik bo'lgan, juda. Qiyinchilik nimadaki, oyliklar past masalan, narxlar tez oshishni boshlagan, o'sha esizdami yo'qmi, men bilmayman. Men ham xuddi shunaqa. Anaqada magazinlarda bo'lmasdi, esimda bor, masalan, ertalab soat 6 da qorong'ida flaga ko'tarib sutga o'chirib turardi, keyin kuponlar bo'lardi, yog'i o'chirib turardi, masalan. Qariligimizni ko'rsatyapmiz hozir. Bu bilmaydi. Tug'ilgansan paytda просто ayo tug'ilmagansan, kстати. Shu. Va masalan, nonga o'chirib turardi bir xillarda. Non kepti derdi qo'shnilar. Non keptimi deb keyin nonga
eronga borilardi. Mahalla bilan chiqilardi. Mahalla bilan non kelganini magazinga informirovat qilish bu anaqa yaxshi anaqa hisoblanardi. Xuddi iPhone yangisi chiqdi. iPhone yangisi o'chirib ketarardi. Shunaqa edi. Shunaqa anaqa vaqtlar bo'lgan. Bu menimcha shu endi hammada har xil bo'lgan. Endi eng qiyin vaqtlar menimcha o'sha 2000-yillargacha bo'lganda, bir ya'ni kimdirlar tez yangi zamonga moslashib ketgan, shu tadbirkorlik qilishni boshladi, nimadirlar olib sotishni boshladi. Ko'plar chilnok bo'lib, ani Polshaga borishardi, sizda bo'lsa mana shunaqa. Xitoyga borishardi, o'shanda esimda bor. Meni ammamlar masalan Eronga borardilar, Xitoydan narsa olib kelishardi. Shunaqa narsalar qilishni boshlashgan. Ya'ni tovar yo'q, ixtiyoriy narxga olishga tayyor odamlar, narxi bir ma'nosi yo'q. Masalan, biror narsa solishtirish juda anaqada, bir qanaqadir qadrsiz narsa qimmat bo'lishi mumkin, qadrli narsa arzon bo'lishi mumkin, juda qiziq anaqa edi. Shu marta birinchi marta Snickers yeganman, rosa hayron bo'lganman. Rosa zo'r narsa ekan deganman.